Hello hurmatli avtomobil ishqibozlari va Vehitlefy kanalining sodiq muxlislari. Ekran qarshisiga yaqinroq joylashib oling. Chunki bugun biz sizlar bilan O'zbekiston ko'chalarining haqiqiy qiroli, kichik biznesning yuragi va millionlab hamyurtlarimizning eng ishonchli hamkori bo'lgan afsonaviy avtomobil haqida batafsil suhbatlashamiz. Ha, to'g'ri topdingiz. Bugungi videomizning bosh qahramoni bu yangilangan, hammaning tilida doston bo'lgan 2026 yilgi Chevrolet Damas Microvanidir. Yillar davomida o'zining chidamliligi, ixchamligi va eng asosiysi tejamkorligi bilan xalqimiz mehrini qozongan ushbu model 2026 yilda qanday o'zgarishlarga yuz tutdi va ishlab chiqaruvchilar bizga nimalarni taqdim etmoqda? Bularning barchasini hozir birgalikda ko'rib chiqamiz. Keling, dastlab ushbu kichkina devning tashqi ko'rinishi, ya'ni eksterioridan boshlaylik. 2026 yilgi Damas'ga nazar tashlar ekansiz, u o'zining klassik qiyofasini saqlab qolganligini ko'rasiz, lekin diqqat bilan qaralsa, zamonaviy shtrixlar qo'shilganini payqash qiyin emas. Avtomobilning old qismidagi radiator panjarasi biroz o'zgargan bo'lib, u endi avvalgidan ko'ra jiddiyroq va zamonaviyroq ko'rinishga ega. Falar dizayni ham yangilangan bo'lib, yoritish tizimi kuchaytirilgan. Bu esa tunda yoki tumanli kunlarda haydovchiga yo'lni aniqroq ko'rish imkonini beradi. Bamper qismi aerodinamikani hisobga olgan holda qayta ishlangan va bu mashinaning umumiy ko'rinishiga o'zgacha bir butunlik baxsh etgan. Yon tomonlariga e'tibor bersak, o'sha biz bilgan qulay surilma eshiklar saqlanib qolgan bo'lib, ular to'rt joylarda ham yo'lovchilarning bemalol kirib chiqishini ta'minlaydi. Gildirak disklari ham yangi dizaynda taqdim etilishi kutilmoqda. Bu esa mashinaning tashqi estetikasini biroz bo'lsa-da yangilaydi. Kuzov bo'yoqlari sifati oshirilgan bo'lib, quyosh nurlariga va chizilishlarga nisbatan chidamliligi kuchaytirilgan. Bu esa mashinangizning uzoq vaqt davomida yangidek turishiga xizmat qiladi. Endi esa keling, salon ichiga kirib, interior va qulayliklar bilan yaqindan tanishamiz. Damas'ning ichki qismi har doim o'zining soddaligi bilan ajralib turgan, ammo 2026 yilgi modelda qulaylik darajasini oshirishga harakat qilingan. Haydovchi o'rindigiga o'tirishingiz bilan yangilangan old panelga ko'zingiz tushadi. Bu yerda ishlatilgan plastik materiallar avvalgi avlodlarga qaraganda ancha sifatli va teginishga yoqimliroq qilingan. Asboblar paneli, ya'ni tablo ma'lumotlarni aniq va ravshan ko'rsatadi. Kechki paytda esa ko'zni charchatmaydigan yumshoq yoritish tizimi bilan jihozlangan. Rul chambaragi ham biroz o'zgarib, qo'lga qulayroq joylashadigan shaklga keltirilgan. O'rindiqlar haqida gapiradigan bo'lsak, ularning qoplamasi yangi, chidamli va oson tozalanadigan matolardan tikilgan. Bu ayniqsa kun davomida ko'p vaqtini rulda o'tkazadigan haydovchilar uchun juda muhim. Shuningdek, o'rindiqlarning ichki poroloni ham o'zgartirilgan bo'lib, uzoq yo'lga chiqqanda bel og'rig'ini kamaytirishga yordam beradi. Salonning isitish va sovutish tizimi, ya'ni pechka va konditsioner samaradorligi oshirilgan. O'zbekistonning issiq iqlimida konditsionerning yaxshi ishlashi qanchalik muhimligini hammamiz yaxshi bilamiz. Damas'ning eng katta yutug'i bu uning sigimidir. 7 kishilik o'rindiqlar kerak bo'lmaganda yig'ishtirib qo'yilsa, orqa qismda juda katta yukxona hosil bo'ladi. Bu esa tadbirkorlar uchun ayni muddao. Navbat avtomobilning yuragi va texnik ko'rsatkichlariga. 2026 yilgi Chevrolet Damas kapoti ostida bizga yaxshi tanish bo'lgan, vaqt sinovidan o'tgan butun 8 litrli, 3 silindrli benzinli dvigatel joylashgan. Kimdir bu dvigatelni kichkina deyishi mumkin. Lekin uning asosiy vazifasi poygalarda qatnashish emas, balki minimal xarajat bilan maksimal ish bajarishdir. Yangilangan modelda dvigatel sozlamalari takomillashtirilgan bo'lib, u yoqilg'ini yanada tejamkor sarflashga moslashtirilgan. Shahar ichida, tirbandliklarda bu motor o'zini juda yaxshi tutadi. 5 bosqichli mexanik uzatmalar qutisi ham o'zgarishsiz qolgan bo'lsa-da, uzatmalarni almashtirish mexanizmi silliqlashtirilgan. Xo'davoy qismiga kelsak, old suspenziya mustaqil, orqa esa resorli bo'lib qolmoqda. Resorlar mashinaning og'ir yuklarni ko'tarish qobiliyatini ta'minlaydi va O'zbekiston yo'l sharoitlariga juda mos tushadi. To'g'ri, mashina bosh paytida biroz qattiqroq yurishi mumkin, lekin yuk ortilganda u yumshab, yo'lda barqaror harakatlanadi. Damas'ning yana bir ustunligi uning manyovr qobiliyatidir.
Kichik burilish radiusi tufayli u eng tor ko'chalarda, bozorlar atrofida va to'xtash joylarida bemalol harakatlana oladi. Bu xususiyat uni shahar sharoiti uchun tengsiz transport vositasiga aylantiradi. Va nihoyat barchani eng ko'p qiziqtiradigan mavzu narxlar va xulosa. 2026 yilgi Chevrolet Damas narxi uning komplektatsiyasiga qarab farqlanadi. Odatda bozorda oddiy van versiyasi, ya'ni yuk tashishga mo'ljallangan varianti arzonroq, yo'lovchi tashishga mo'ljallangan va konditsioner bilan jihozlangan lyuks versiyalari esa biroz qimmatroq bo'ladi. Hozirgi kunda narxlar o'zgarib turgani uchun aniq raqamlarni aytish qiyin, lekin shuni ishonch bilan aytish mumkinki, Damas o'z sinfida narx va sifat mutanosibligi bo'yicha yetakchilikni qo'ldan boy bermaydi. Uning ehtiyot qismlari har qadamda topilishi, ta'mirlash ustalarining ko'pligi va ikkilamchi bozorda o'z narxini yaxshi ushlab turishi uni sotib olish uchun jiddiy sabablardir. Agar sizga oilaviy sayohatlar uchun, kichik biznesingizda yuk tashish uchun yoki shunchaki shahar ichida tejamkor harakatlanish uchun ishonchli mashina kerak bo'lsa, 2026 yilgi Damas eng to'g'ri tanlovlardan biri bo'lib qoladi. U oddiy, tushunarli va har qanday injiqliklardan xoli avtomobil. Shuning bilan bugungi Damas haqidagi batafsil video sharhimiz o'z nihoyasiga yetdi. O'ylaymizki, ushbu ma'lumotlar siz uchun yangi avtomobil tanlashda foydali bo'ladi. Agar videomiz sizga manzur kelgan bo'lsa, like tugmasini bosishni, kanalimizga obuna bo'lishni va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Shuningdek, Damas haqidagi o'z shaxsiy fikr va mulohazalaringizni, tajribalaringizni izohlarda yozib qoldiring. Biz uchun har biringizning fikringiz muhim. Keyingi qiziqarli va foydali videolarda ko'rishguncha xayr. Yo'llaringiz bexatar va ravon bo'lsin aziz do'stlar.